Xullas qarindoshlar, bodring, piyoz, chips qilish uchun tayyor kartoshka, pomidor yokida markavcha salat, xonim uchun kartoshka, bodring salat yokida tayyor kartoshka fri. Barchasini qo'limdagi aynan mana shu cho'rk orqali qildim desam ishonasizlarmi qarindoshlar? Aynan mana shu cho'rkamizni bir emas 6 xil nasatkasi bor. Aynan mana shu 6 ta nasatkali cho'rkamizni narxini aytadigan bo'lsam ishonmaysiz qarindoshlar. Qarindoshlar, cho'rkamizni eng birinchi nasatkasida bodringni chiqarib ko'raman desam, bir necha sekundlarda bodringni shunaqa parri ingichka qilib salat bob to'g'ri bersa bo'ladimi? Bay mazasi ham boshqacha ekan. Bodringni bir necha sekundlarda shunaqa parri chiroyli qilib to'g'ri berganiga haligacha ishongim kelmayapti. Buni osonligini qaranglar. Biram qo'lim gular. Qarindoshlar, endigi navbat piyozga. Ana endi piyozni ko'zingiz achishib, yig'lab to'g'rashning o'rniga xursand bo'lib, osongina, juda ham tez parri qilib chiqarib tashlashingiz mumkin. Buni ajoyibligini qarasanglarchi. Mana qarindoshlar, yig'lamasdan to'g'ralgan piyozlarni bir qarang. Shashlikdan tortib to somsalargacha piyozni qilish endi oson. Farzandlaringiz kartoshkadan tayyorlangan chipslarni yeyishni yaxshi ko'rishsa, ana endi uyda o'z qo'llaringiz bilan 100% tabiiy va foydali bo'lgan ingichka chipslarni o'zingiz qilib bera olasiz. Buni ingichkaligini qarasanglar qarindoshlar. Qarabsizki, bu cho'rka bilan chipslar uchun kartoshkalar bir necha sekundda tayyordi. Endigi navbat pomidorga qarindoshlar, qani ko'ramiz. Bu cho'rkamiz bemalol pomidorni salatlar uchun chiroyli qilib chiqarib bera olarmikan yoki yo'qmikan deb tursam, pomidorni ingichka qilib chiqarishini qarasanglarchi. Ana sizlarga ingichka qilib to'g'ralgan pomidorim, mana sizlarga ingichka qilib to'g'ralgan pomidor. Men 100% javob beraman. Pichoqda bunaqa ingichka qilib pomidorni to'g'ra olmaysizlar. Ana endi cho'rkamizni boshqa nasatkasini sizlarga ko'rsatib beradigan bo'lsam, o'sha mashhur koreyalik xolalarim O'zbekistonga kelib mashhur qilib bergan markavcha salatni bu cho'rkamizda shunaqangi osongina tayyorlashingiz mumkin. Nafaqat oson, balkim juda ham tez tayyorlash mumkin. Buni chiqarishini qaranglar. Bu cho'rkamiz bilan mana bir necha sekundlarda markavcha salatimiz ham tayyor-dek qarindoshlar. Endigi navbat xonimga maydalab kartoshkani pichoqda qo'lda to'g'raydigan qarindoshlarim uchun. Qarindoshlar, ana endi xonimga kartoshkani maydalab to'g'rash shart emas, birgina mana shu nasatka orqali mayda qilib kartoshkani o'zi to'g'ra beradi. Yokida aynan mana shu nasatkada siz pintuzi salat uchun maxsus bodringlarni ingichka qilib to'g'rashingiz ham mumkin. Qirg'ichimizning ichidan chiqadigan 6-nasatkasi bu mamlaqa chistelka. Kartoshka sabzlarni bemalol artib beradi. Endi eng asosiysiga o'tadigan bo'lsam qarindoshlar, o'z ichiga 6 xil nasatkani jamlagan. Sizni oshxonadagi ishingizni ancha-muncha yengillashtirib beradigan mana shu cho'rkamizning narxi atigi 55 ming so'm qarindoshlar. Atigi 55 ming so'mga siz bitta dona cho'rka oladigan bo'lsangiz, o'zi ham piyoz, pomidor, bodring salat, markavcha salat, kartoshka fri va yana boshqa narsalarni sizga chiqarishda yordam beradigan mana shu cho'rkani aynan mana shu raqam orqali butun O'zbekiston bo'ylab zakaz qiladigan bo'lsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.